Yazovon bozori. Sotilgan, sotilmagan. Nech pul oldi aka? Nech pul oldi? 24 million. Bunisi 24 dan bo'lyapti. 16,5 million. 16,5 million. Yaxshi. 16,5 million bo'pti. Pul oldi aka? Aka. Qayor baqa chaqalarga baqa. Nech pul oldi? 29,5 million. Dedimi? Qimmat. Ha. Bolasi bor. Ha. Bo'lsa olmasa 29,5 million dedi. Bular jup-ku. Nech pul oldi ikkosi jupi? 10 milliondan 20 million bo'lyapti. Yaxshi. 20 million o'tmak ikkovsi. Ha. Jupi nech pul oldi qo'ydi? 3,5 milliondan. Ikkosi ham bo'g'oz deyishyapti. Aka nech pul oldi mol? So'rash kerak-da, shuni qiziqadi. Aka nech pul oldi? Aka nech pul oldi? Akramjon, qani? Akramjon, qani? Xo'sh, tog'a nech pul oldi bu? Telefon berdim, gapirib oladim. Ular aytib kelmadi. Nech pul oldi aka? 22 million 750 ming so'm. Chiqyapti. Yozib ketaman, aytavering. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Imkon savdoda yangi yilda hozirda 50% bonus aksiyalar bo'lyapti. Ya'ni bitta mahsulot olib ikkinchi mahsulotni tekinga qo'shib ketaverasizlar. Qo'shimchasiga tashqi savdolarga qo'shib qo'yganmiz hozir. Ya'ni ko'chada bitta qurilish materiali olasizmi, yoki uy qurasizmi, yo to'y qilasizmi, hamma xarajatlarni qilib beramiz. Ya'ni bitta to'y qilayotgan bo'lsa, to'yingizni xarajatlarini qilib beramiz. Uy solayotgan, polni uyda noldan tiklaguncha bo'lgan hamma xarajatlarni qildirib beramiz. Chorvachilikdan qo'shib qo'yganmiz, mol qo'y oladiganlar uchun mol qo'yigacha olib beramiz hozir imkondan. Hozir o'tirasizlar.